Ketdiveğe kep qaldıq mı nime? Xulmay tuş görüpsen, biz çatlı qorqıdaki ormanlıqqa kep qapdıq. Xo'jayin bizni behining uyiga berib, uni tutib kelinglar desa, o'rmonliqda nima qilamiz? Men no bilmedim. Toshqonlar naqsh etyapti. Ular usul oynab etibdi. Toshqonlarmi usul o'ynalamdi ekan? Men ko'rib boqaychi. Bo'lmaydi, o'rmon og'zi bek kichik. Emisi tezroq ko'la, men tinamay qoldim. Ko'lsa bo'lmaydi, ko'rinib qolamiz. Ko'rinib qolsa qanmamdoq, ko'rinib qolganda o'lmaymiz, sirtqa chiqmasak tunjiqib qolamiz. Ko'lma, endi ko'lsang bo'lmaydi. Men chidayolmay qoldim, tunjiqib o'lay deyapman. Sat bo'ldi. İşinlarni qilaveringlar. Biz bu yerdan o'tib ketayotgan. Qochmanglar. Oldiqin, uni aldıbroq ichib ketdi. Qaraganda quzg'un yana shumliq bilan lav etibdi. Biz darhol o'z o'rnimizga qaytaylik. Ma'qul. Xato qo'labdiq. Yerim kun jafo tortib yana mushaga kelib qopdiq-ku. Yo'nalishni bilman deyotmamdim. Inoqlab behining uyiga bordigan yo'nalish edi. Abla buzilib qopdi. O'g'irliqchi kompas ishlatibsan. Yo'nalishni obdan bilaman deysan. Kompas ishlash kim bilmaydi? Sendimi borgan-ku? Kompasga qaraydigan ish bo'lsa, yo'nalishni menmi obdan bilaman. Behining uyi bu tarafda, ishning uyi bu tarafda, kirpining uyi bu tarafda ekan. Sening bu tarafingda, mening u tarafimda ekan, tushundingmi? Emisi qo'lashni boshlaylik. Hamoqat aka, biz o'ri qo'laymiz, eriq qo'lab nima qilsan? Turbusini buzib etibman. Iyiq bilan chashqondan shatliq o'rqiga ketganiga 3 kun bo'ldi. Doklad xo'jayin. Bugun atiganni qo'shmaganda jami 3,5 kun bo'ldi. Agar Bo'ldi, qo'tildav ema. Rost gapni desam, vaqtni bekli to'g'ri dedim. Qaraganda bundan keyin ularni vazif ijro qilishga avatmasam bo'ldi. Xo'jayin, rost deysiz. Bo'ldi, ularni izdiray. Yaxshisi, o'zim boray. Dersen kerak edi. Xo'jayin, ben qaltish bo'ldi. Xo'jayin, endi qanday qilamiz? Xo'jayin. Xo'jayin. Bir narsani unutib qoldim. Xo'jayin. Bir narsani unutib qoldim deyman. Nimani xo'jayin? As'odiy malhimini. Rahmat xo'jayin. Xo'jayin sizga yetish bo'lmaganda baymantiq sizni. Bu qiyda muvaffaqiyat qozonishim uningga bog'liq bo'lib qoldi. Bu suyimli qizil dorini shodlik qo'riqining daryosiga to'kib etsamlar. Ish tamom va salom. Seningchi mushiya shumi? Cho'qim mushiya shu. Biz ikkimiz yugurib chiqib behini ip qochaylik. Behin nim bo'lganini bilib bo'g'icha bizmi uyga berib bo'lamiz. Harakatimiz chaqqan bo'lsin. Bu qitimg'u men degandek qilamiz. Behining uyiga bostirib kirib tutib chiqaylik.
Qavazi. 1, 2, 3. Bilərmən, bu benim uyum ekan. Yana ezib qapti. Xo'jayin, jiddiyalashmang. Hamoqat bilan Belarmandan qaytib ketgan vaqti bo'lib qoldi. O ikki kalvani saqlayolmayman. Xo'jayin, aldirmang. Tega baldirg'u. Vaqt o'zarsa, bu dorining kuchi qolmaydi. Yana faqat 3 minutda saqlayman. O ikki kalva qaytib kelmasa, o ikkisi qaytib kelmasa sen borsan. Xo'jayin, men qamlashtirolmayman. Men siz topshirgan vazifani o'rinlayolmay, umidingizni yerda qo'shimdan ansirayapman. Bu uyni demagan bo'lsam, bu vaqtgacha o'zim borgan bo'lardim. Biroq men degan uylik o'choqliq odam uydan ayrilsam bo'lmaydi. Amsi men boray. O'lgir hamoqat, eriyib, o'lgir chasqat. Chiqimini jabbaga qo'yib qayalarga otdan tutishyapsan. Ko'raladingmi? Bu qitim chataq chiqmaydi. Mushundaq mansaq behining uyiga boramiz. Yana xatolashsang seni Changjiang daryosidagi beliqlarga tashlab berman. Bu qitim xatolashsam seni avval qilmay o'zim daryoga takrib olaman. Ha, bu gaping joyida. Başla. Başlay. Beliqlarning ifodasidan qaraganda sudga oksigen tarkibi ozayib ketibdi. Qanday qilamiz? Bundaq keng doiralik bulg'unishning ko'rilishi texi tunji qatimliq ish. Hozirlar birinchi darajalik chaqiriq loyihasini yo'lga qo'yaylik. Birinchi darajalik chaqiriq loyihasini yo'lga qo'yaylik. Birinchi darajalik chaqiriq loyihasini yo'lga qo'yinglar. Başliq. Yana shu ikki buzg'unchiga men berib, advini berib qo'yay. Oldirma. Qara, Qizil daryo suvi eqib ketyapti. Chatoq boshliq, bu suv Changjiang daryosiga eqib kirsa bo'lmaydi. Jiddiylashma, bu suv nihoyat tez yer ostiga singib ketadi. Suvning hammasi eqib kirsa, daryodagi beliqlar qanday qiladi? Bu daryo bilan Changjiang daryosi tutash. Bulg'angan suv yer ostiga singib ketsa, yangi daryo suvi eqib kiradi. Men boyibek jiddiylashib ketibdiman. Dinozavr polvon, biz tajriba markaziga berib, pokizlik sistemasini ichib, yer ostiga singan suvni bir taraf qilib bitaylik. Terlikte kılandı nime?